Ukamizga mana yaqinda oila qurdilar, farzand ato qildi. Ismlarini Dovud deb qo'yibdilar. Solih bir yigit bo'lsin, o'ziga o'xshash ota-onasiga, dada buvisiga xizmat qiladigan, xalqqa, millatga yaxshiligi tegadigan farzand bo'lsin degan niyatdamiz. Ham tabriklaylik, ham bir haqqiga duo qilaylik, ham bir mehmon bo'laylik deb keldik. Hammamiz ham yaxshi niyat bilan farzand tarbiya qilyapmiz. O'g'ildir, qizdir. Alloh taolodan mana ulug' oyda, Ramazon kechalarida, Qadr kechalarida, musofirchilikda duo qilib so'raymanki, har bir inson tarbiya qilayotgan o'g'il qizini rohatini ko'rsin. Har bir inson farzandi qaysi kasbda bo'lishidan qat'iy nazar xalqiga, millatiga, yurtiga, mo'min musulmonlarga foydasi yetishiga Alloh muvaffaq qilsin. Abduqodir ukamizga omad so'raymiz. Chunki har bir insonni qay bir darajaga chiqishidan qat'iy nazar unga havas qiluvchilar bor. Lekin uning yonida yana bir narsa bor. U ham o'zi hasad qiluvchilar bor. Alloh taolodan hasaddan panoh so'raymiz. Ukamiz musofir yurtlarda bu yerda doimo o'zi madadkor bo'lsin. Ota-onasini ko'ziga quvonch bo'lsin. Bularni adalari bizning do'stimiz, qadrdonimiz. Ular ham Abduqodirning rohatini ko'rib, nabiralarini kelajakda rohatini ko'rib yashashlariga o'zi muvaffaq qilsin. Hammamizni yaxshi niyatlarimizga yetkazsin, xususan Abduqodir ukamizni ham. Alloh taoladan yaxshi niyatlaringizga yetishingizni so'rab qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.